Sharofat qo'shni bolasini Emina bazardan kiyintiribdimi? Mana bolalarimning nima kam joyi bor ekan. Mana hozir borib Eminani tez kiyim qilib kelaman bolalarimga. Alo, dadasi, tez kartamni pul tashib, bolalarga kiyim qilishim kerak. Eminan bazardan. Assalomu alaykum. Petski bo'limlar qayerda? Ha, bu yerda. Petski adillar shumi? Assalomu alaykum. Keling, opajon. Kecha qo'shnimizlarning do'konidan bolalarga kiyim qilibdi. Rosa maqtab Instagramga qo'yibdi. Undan ham zo'rlarini ko'rsin chiqani menga. Bo'ldi, xo'piradi opajon. Mazkur undan ham zo'rlarini ko'rsataman. Do'konimizda shunaqa dvoykani ham topishingiz mumkin. Narxlari 165 mingdan. Shunaqa ustida boshqasi va o'zining ishimi bo'ladi. Shunday unaqa qalin emas, maza qilib yozdi. Mana eslab ketirsangiz bo'ladi. Bu tomonimizda shunaqa futbolkalar, har xil dvoykalar va jinsiy shimlar, shortkachalarni ham topishingiz mumkin. Opajonim adasini to'ya qilib kiyintirmoqchi bo'lsangiz, o'g'ilchizda shu dvoykani tavsiya etaman. Qarang, materiali shunaqa yumshoq, shunaqa chiroyli turadi, ustida qolib degina turadi deb. Opajonim bilan narxi 35 mingdan qilib beraman. Opajonim do'konimizdan shunaqa xohlagan assortiment oyoq kiyimingizni xarid qilishingiz mumkin. O'g'lim qizmi umuman farqi yo'q, hattoki chaqaloqlarga ham oyoq kiyimlarimiz bor. Qizchalarimiz va o'g'ilchalarimiz uchun shunaqa tako ko'rsatib turadigan achiylarimizdan ham olib keltirib qo'yganman. Narxi 20 ming so'mdan. Maqtaganchalik ham bor ekan. Rosa zo'r ekan kiyimlari. Hammasini oldim. Qo'shnim qalamadan kiyib olsin deyman-da.